Kuni kecha prezidentimizni selektorlarida maktab to'g'risida, bolalar to'g'risida, ularni siyosati to'g'risida juda ham katta olamshumul gaplar o'tdi. Bu yerda o'qituvchilarni o'zlarining ishlaridan band bo'lishini, o'qituvchilar tarbiya bilan faqat band bo'lishlarini, ular hech qachon boshqa tashqarida ishlarga jalb etmaslik to'g'risida ham ta'kidlab o'tildi. U bolalarimizni hordiq chiqarishini, bolalarimizni yurt bilan tanishishlari ham juda ham katta urg'u berib gapirildi. Yaqinda mana ta'tillar boshlanyapti. Ta'til bo'lgandan keyin bolalarni albatta yurtini bilish kerak. Bolalar yurtini bilmasa, bolalar o'zini vatanini bilmasa, qanday qilib kelajakni biladi. Shuning uchun mana 1 millionga yaqin ana shu turistik oqim paydo bo'ladi. Bu turistik oqimda ular nimani biladi? Mana o'zbek millati, bizning davlatchiligimiz qanday tuzilgan, qatdan paydo bo'lgan va uni haligi nima deydi? O'zini ming yillab tarixi borligini bilish kerak. Bunda biz juda ham katta biz o'zimizga vazifa deb bilamiz. Buni nuroniylar biz albatta bunga qo'llab-quvvatlab yoshlarimizga ularni vatanlari to'g'risida, ularni mana bu ilgaridan qilingan ishlar to'g'risida, o'zbek xalqining tarixdagi o'z o'rni to'g'risida biz gapiramiz deb o'ylaymiz. Shu bilan birga ta'til bo'lish kerak. Ta'til bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ta'tilda albatta tabiatga chiqiladi. Albatta bolalarni yaxshilab ta'til qilib dam olsa, keyinchalik o'qishlari ham nima bo'ladi? Barakali bo'ladi, salmoqli bo'ladi. Yaxshilab olgandan keyin o'qish ham bo'ladi. Mana hozir bizda bilasiz, juda ham ko'p suv nimalari, hajmlari, sathlari bor. Ularda albatta bular cho'milishsa kerak. Bularda mana eskichasiga ham, yangichasiga ham bitta gap borki, bolalaringni vazifa sifatida suzishga o'rgating degan gap bor. Suzishga o'rgatish uchun mana shu suv havzalariga bor. Lekin suv havzalariga borgandan keyin ehtiyot bo'lish kerak. Murabbiylar bo'lish kerak. Murabbiylardan tashqari o'sha nimani xavfsizlikni qarab nazorat qiladigan odamlar bo'lish kerak. Buni hammasini biz chaqirardikki, mana shu ta'tilni yaxshi, omon eson o'tkazish uchun mana shu barcha infratuzilma bo'lib, mana shu infratuzilmada bizni bolalarimizni yaxshi hordiq chiqarib, yangi sentyabr 1 sentyabr kuni bularni o'zlarini maktabda quchog'ida kutsak zo'r bo'lardi.